Bu dorivor bir qancha kasalliklarga davo bo'ladi agar to'g'ri iste'mol qilinsa. Yoshligimizda onam doim 5-6 dona gvazdikani bir idishga damlab qo'yardilar. Tish yoki milkimiz og'rib qolganda yaxshilab chayib tashlardik. Bittada og'riq qolardi. Gvazdika, ya'ni qalampir munchoq tarkibida evginol moddasi bo'lib, u nafaqat kuchli og'riq qoldiruvchi, balki yallig'lanishga qarshi xususiyatga ham ega. Gripp paytida yoki sovuq tushganda gvazdikali choy ichish juda foydali. Immunitet tizimini kuchaytirishga yordam beradi. Ichki tish, ovqat hazm qilishda, ishtahani ochishda va metabolizmni yaxshilashga ham aynan qalampir munchoq juda samarali vositadir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qalampir munchoq diabetga qarshi yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aytgandek, bu hammasi emas. Qalampir munchoq yurak xastaliklari xavfini ham kamaytiradi. Qon bosimini me'yorda ushlashga ham yordam beradi. Agar tez asabiylashsangiz va stressga moyil bo'lsangiz, sizga gvazdikali choy ichishni tavsiya qilamiz. Aytgandek, uyqusizlik muammosi bo'lgan odamlarga ham bu choy juda foyda beradi. Antibakterial xususiyatlari tufayli teridagi yallig'lanish va husnbuzarlarni ham kamaytiradi. Soch to'kilishini oldini olishda gvazdika yog'idan foydalanish mumkin. Qanday iste'mol qilish mumkinligi va qarshi ko'rsatmalarni video tagida yozib qoldirdim. Yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta videoni saqlab oling.